Assalomu alaykum. Hurmatli Gerbek kanalı abunachilari. Arashan ko'zi qo'chqori qiziqadigan odamlarga shu videolarni tashlab qo'yinglar. Bu ko'zi qo'chqor nasl olish uchun, nasl kasirish uchun Qirg'izistondan kelgan o'sha ikki qizili. Bu o'ng tarafdagi qarasi Tojikistondan kelgan. Bu qo'chqorlar neda deb so'rasangizlar, o'zimisi Ibrohim ekan, Darazlardan. Şu kime qiziqarli olsa, şu qo'chqordan nasl olacak olsangizlar, nasl kaçacak olsangizlar, şu telefonlara urup bemalol gaplashib, o'zingiz kelishasizlar. O ana o to'rdagi qarasi Tojikistondan kelingan, yana bu ikki qizili Qirg'izistondan kelingan. Bu ajoyib iri qo'chqorlar, yine ko'rib turibsizlar, ko'zi qo'chqor bular. Şu o'zingiz kime qiziqarli bo'lsa shu video barib bemalol gaplashib aytishlaringiz mumkin. Allah salama, ko'zi qo'chqor qachirasalar o'n tarafingda o'zingizga havola. Najim sunatib sog' salomat bo'linglar. Yanagi videolar görüşünce İbrahim akama murojaat etaverasizlar. İşlaringiz omadli bo'lsin.